Assalomu alaykum, Inspiring Education kanali obunachilari va bizning aziz kuzatuvchilarimiz. Bugungi video tahlilimizda Al-Xorazmiy formatda tayyorlangan 7-repetision testimiz tahlilini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi savoldan boshladik. Qutida 820 ta qora tugmalar bor edi. Qora tugmalar esa sariq tugmalardan 160 taga kam va yashil tugmalardan 210 taga ko'p edi. Agar qutidagi jami tugmalarning 3 dan 1 qismi ko'k rangdagi tugmalarni tashkil qilsa, jami tugmalar sonini toping deydi. Hop, demak 820 ta qora edi. Hop, endi sariq tugmalar demak 980 ta bo'lar ekan 160 ta qo'shsak. Va yashil tugmalar 610 ta bo'lar ekan 210 dan ayirsak 820 dan. Va bu jami qancha bo'ladi? Hop, 2410. 2410 ta tugma va ko'k tugmalarni qo'shsak, ko'k rangdagi tugmalarni qo'shsak, o'sha jam tugmalar soni kelib chiqishi kerak va ko'k tugmalar jam tugmalarning 3 dan 1 qismini tashkil qiladi. Bu degani 2410 3 dan 2 qismini tashkil qilar ekan jam tugmalarning. Hop. Ya'ni jam tugmalarni 3 ga bo'lib turib 2 ga ko'paytirganimizda 2410 ga teng bo'lishi kerak. Shunda bizda jam tugmalar soni qancha bo'lar ekan? 2410 endi tenglik bir tarafiga belgilar chapachasiga o'zgaradi, ya'ni ko'paytiruv bo'luv ko'paytiruv o'tadi, ya'ni 2410 bo'lingan 2 ko'paytirilgan 3 bo'ladi. Ya'ni 1205 ko'paytirilgan 3 bo'lar ekan. Bu 3615 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javobimiz 3615 B variant bo'lar ekan. Hop. Keyingi savolga kelib, berilgan shaklning perimetrini toping deyilibdi. Hop. Perimetrini topamiz. Bizga berilgan tomonlar bu 30 cm, bu 20 cm. Hop, mana shu kichkina to'g'ri burchagimizni oladigan bo'lsak, demak bu yog'i ham 20 cm bo'lishi kerak. Endi hop, bizda pasi mana shu asosi 30 cm eda. Endi qarang. Bu tomonni bitta, bu tomonni ikkita va bu tomon 3 ta tomonni qo'shganimizda mana shu 30 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu uchalasini yig'imiz yana bitta 30 ekan. Endi bu yoq 10 va bu yoq ham 10. Mana shu to'g'richagimizga qaraydigan bo'lsak, endi mana shularni qo'shib chiqamiz endi. 30 qo'shilgan 30, qo'shilgan 20, qo'shilgan 20, qo'shilgan 10, qo'shilgan 10, ya'ni yana bitta 20. Hop, 60, 60, 120 cm bo'lar ekan perimetr. To'g'ri javobimiz C variant bo'lyapti. Atir sonining o'lchamlari 8 cm, 4 cm va 2 cm. Son ishlatilganda har kuni uning hajmi 4 cm kubga kamayib boradi. Sondan necha kun foydalanish mumkin deb. O'zi sonimiz endi paralleliped shaklida deb tasavvur qilamiz va uning o'lchamlari berilgan. Hajmini qanday topamiz? Hamma tomonni bir-biriga ko'paytirish orqali. Demak, 8 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 2. Bizda har kuni qanchaga kamayar ekan? Har kuni 4 ga kamayar ekan, 4 cm kubga. Demak, mana shu jam hajmni bo'larkanmiz 4 ga. Ya'ni 8 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 2 bo'lingan 4 bo'lar ekan. 4 dan qisqartirib olsak, demak 16 kunga yetar ekan bizning sovunimiz. 16 kundan keyin tugab qolar ekan. To'g'ri javobimiz B variant bo'lyapti. Jismoniy tarbiya xonasida jami 95 ta basketbol, futbol va voleybol to'plari bor. Voleybol to'plari soni basketbol to'plari sonidan 2 marta ko'p. Hop, demak belgilash kirita olamiz. Basketbol x deymiz, voleybol demak 2x ekan, 2 marta ko'p ekan. Futbol to'plari soni voleybol to'plari sonidan 5 ta kam. Demak, futbol bo'lyapti 2x ayrilgan 5 ga. Jamini qo'shsak, bizga 2x, x, x, 5x ni beradi. Ayrilgan 5 teng bo'lyapti 95 ga. 5x teng bo'lyapti 100 ga va x 20 ga teng bo'lib chiqyapti. Ya'ni bu nimani beradi bizga? Basketbol to'plar soni 20 ta, voleybol to'plar soni 40 ta va futbol to'plar soni 35 ta ekan. Bizdan nimalar so'ralgan? Basketbol va voleybol to'plaridan nechtasi bor debdi. 20 ta basketbol va 40 ta voleybol bo'lishi kerak. To'g'ri javobimiz A variant bo'lar ekan. Hop. 3 ta bir xil qutidagi olma va 5 ta bir xil qutidagi apelsin 270 kilogramm ekan. 3 ta shunday olma qutisi va 7 ta shunday apelsin qutisi 342 kilogramm ekan. Hop, bir quti olma va bir quti apelsin
3 quti olma qo'shilgan 5 quti apelsin bo'lyapti. Biza 270 ga teng bo'lyapti. Endi yana 3 quti olma va 7 quti apelsin teng bo'lyapti 342 ga. Xo'p, tepadagi 3 quti olmani qanday yozsak bo'ladi? 270 ayrilgan 5 quti apelsin og'irligini ayryapmiz. Shunda 3 quti olmani og'irligi kelib chiqadi. Endi shuni olib kelib turib pastga yozsak, ya'ni 270 ayrilgan 5 quti apelsin qo'shilgan, ya'ni 7 qutini apelsini og'irligi 342 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, 7 ta apelsin qutisidan 5 ta apelsin qutisidan esa 2 ta apelsin qutisi qolyapti va ma'lumlarni bir tarafga o'tkazib olsak, biza 72 bo'lar ekan. Bitta apelsin qutisi bizda 36 kilogramm chiqar ekan. Xo'p, 36 ni 5 ga ko'paytirsak, 180 bo'lar ekan. Ya'ni 3 ta olma qo'shilgan 180 teng bo'lyapti 270 ga. Xo'p, demak 3 ta olma quti og'irligi jami 90 kilogramm bo'lar ekan. Bitta olma qutisi 30 kilogramm bo'lar ekan. 30 va 36 orasidagi farq so'ralibdi bizdan. Demak, bu 6 kilogramm bo'lar ekan. To'g'ri javobimiz A variant bo'lyapti. Xo'p, 6-chi savolimizga yetib keldik. Green Village, ya'ni yashil qishloq. Boshlanish maktabi o'quvchilari uchun ekskursiya tashkil qilmoqda. Agar har bir avtobusga 35 o'quvchi chiqsa, 5 o'quvchiga joy qolmaydi. Agar har bir avtobusga 40 o'quvchi chiqsa, bitta avtobus bo'sh qoladi deyilibdi. Ekskursiyaga nechta o'quvchi boryapti debdi. O'quvchilar soni so'ralibdi bizdan, avtobuslar emas. Xo'p, demak biz avtobuslarni birinchi belgilashga kirib olsak, avtobuslarni x desak, har biriga 35 tadan o'quvchi kirsa, ya'ni x ko'paytirilgan 35 bo'lyapti va 5 ta o'quvchiga joy qolmay qolyapti. Demak, 5 ta qo'shib qo'ysak, bizga jami o'quvchilar soniga teng bo'ladi. Va bu ham teng bo'lyapti qanchaga? Har biriga endi 40 tadan o'quvchi mindiryapmiz. 40. Endi bitta avtobus hop bo'm-bo'sh qolib ketyapti, ya'ni x minus 1 ga. Endi mana shuni ochib ishlab chiqamiz. Ya'ni 35x qo'shilgan 5 teng bo'ladi. Hop 40x ayrilgan 40 ga. Demak, ma'lumlarni bir tarafga, noma'lumlarni bir tarafga olamiz. Hop 5x teng bo'lyapti 45 ga, x teng bo'lyapti 9 ga. Hop, qisqagina mana shu tenglik bir tarafga qo'yib qo'ysak, ya'ni 40 ko'paytirilgan 9 minus 1 8. Demak, o'quvchilarimiz 320 ta ekan. 320 ta o'quvchi ekskursiyaga borayotgan ekan. To'g'ri javobimiz A variant bo'lyapti. Hop, tenglamani yeching deyilib 7-chi savolimizda 357 y ayrilgan 149 y. Hop, bular ma'lum sonlar ekan. Demak, bu ikkalasini ayirib olsak birinchi, bizga 208 y bo'lar ekan. Endi bularda tenglik tarafiga qo'shib o'tadi, to'g'rimi? Tenglamada. Hop, qo'shib o'tgandan keyin qo'shib olamiz. 1843 ni. 12 ni ikkisi, 11, 1, 13 yana 1, 2, 3, 13 ni 312 bo'lar ekan. Va bizga y teng bo'lyapti. Endi buni 208 ga bo'lamiz. Bo'lingan 208. Hop, 133 ni ichida yo'q, 1331 ni ichida. Hop, 6 tadan bersak bo'lar ekan. 6 kar 8 48, 6 kar 2 12. Ayirsak 11 dan 8 ni ayirsak 3. Hop, 12 dan 4 ni ayirsak 8, 12 dan 2 bo'ldi. 83 bo'lar ekan va bu yoq 0 0 bo'ladi. Endi 2 ni tushiramiz. 832 ni ichida 4 tadan bo'lar ekan. Ya'ni 832 ayirsak 0. Demak, 64 bo'lar ekan. Tenglamamizni yechganimizda y qiymati bizga 64 chiqar ekan. To'g'ri javobimiz D variant bo'lib qoldi. 8-chi savolga yetib keldik. Demak, A shahardan B shaharga avtobus 4 soatda yetib keldi. Qaytishda u tezligini soatiga 8 kilometrga kamaytirdi. Shuning uchun ham A shaharga qaytishga 30 minut ko'p vaqt sarfladi deyilibdi. Shaharlar orasidagi masofani toping demak. Bitta A shahar, B shahar demak 4 soatda yetib kelibdi. Qaytishda 4,5 soatga ko'p yurgan bo'lsa, demak 4,5 soatda yetib boribdi. Hop, tezligini 8 soatga 8 kilometrga kamaytirgan
uchun demak tezligini v bilan belgilasak 4 ko'paytirilgan v borishda xuddi shunday borgan teng bo'libdi 4,5 ko'paytirilgan v minus 8 ga. Hop 4v teng bo'libdi demak 4,5 v ayrilgan 36 ga. Hop ma'lumlarni bir tarafga, noma'lumlarni bir tarafga o'tkazamiz. 36 teng bo'lyapti 0,5 v ga, ya'ni tezlik yarmi 36 ga teng ekan bizda, demak tezligimiz 72 ga teng bo'lgan ekan. Hop o'rtasidagi shaharlar o'rtasidagi masofani topish uchun tezlikni vaqtga ko'paytirib qo'yamiz. 72 masofani s bilan belgilab tursa 72 ko'paytirilgan 4 bu 288 kilometrni berar ekan. Demak to'g'ri javobimiz B variant bo'lyapti. Hop hovuzga 600 litr suv sig'adi. Hovuzni birinchi quvur orqali 10 minutda, ikkinchisi orqali 15 minutda to'ldirish mumkin. Ikkala quvur baravar ochib qo'yilsa, hovuz necha minutda to'ladi deyilibdi. Demak, agar birinchi quvurimiz 10 minutda to'ldirsa, 1 minutda qancha to'ldirar ekan? 60 litr. Hop, ikkinchi quvurimiz esa 1 minutda 40 litr to'ldirar ekan. Demak, ikkalasi 1 minutda jami qancha to'ldiradi? 60 ga 40 qo'shamiz, demak 100 litr to'ldirar ekan. Ikkala quvurdan qo'shib qo'ysak, hop bizda jami 600 litr ketardi o'zi. Demak 600 ni 100 ga bo'lib qo'yamiz. Demak 6 minut bizga yetarli bo'lar ekan. Ikkala quvurni qo'shsak, shu hovuzimizni to'ldirishga demak to'g'ri javobimiz C variant bo'lyapti. Hop, 10-savol. To'g'ri to'rtburchakning perimetri 7 detsimetrga teng bo'lib, bo'yi enidan 1,6 santimetrga uzun. Shu to'g'ri to'rtburchakning yuzini toping santimetr kvadratda deyilibdi. Hop. Demak A plus B ko'paytirilgan 2 bizda 7 detsimetr, ya'ni 70 santimetr bo'libdi. Ikkalasining yig'indisi endi hop 35 ga teng bo'lishi kerak ekan. Endi bittasi ikkinchisi 1,6 santimetrga uzun deyilibdi. Demak A ni hop enida B ni bo'yi deb oladigan bo'lsak, bo'yi enidan 1,6 santimetrga uzun, ya'ni bo'yi eni qo'shilgan 1,6 santimetrga teng bo'ladi. Hop, shuni yozib olamiz. A qo'shilgan 1,6 teng bo'lyapti 35 ga. Hop, 2A teng bo'lyapti 33,4 ga. Demak A teng bo'lyapti 16,7 ga. Ya'ni eni 16,7 santimetr ekan, bo'yi 18,3 santimetr bo'lar ekan. 1,6 santimetr uzun bo'lgandan keyin, hop, eni va bo'yi ma'lum bizga. Endi yuzini topish uchun ko'paytirib qo'yamiz ikkalasini. 16,7 ko'paytirilgan 18,3. 3 kere 21 ikkisi, 3 kere 6 18 20 0 ikkisini yana 3 kere 501. Hop, 8 kere 7 56 5. Yana 5 bo'lar ekan, 8 kere 1 va 13 bo'lyapti. Hop, 1 bo'lsa 167 ni o'zi bo'lar ekan. Demak 61 5 0 3 305,61 bo'lar ekan. Demak to'g'ri javobimiz D variant bo'lib chiqdi. Hop. Demak 11-savolga yetib keldik. Karnavalda 78 ta hot dog va 60 ta gamburger sotildi. 121 kishi orasida bitta hot dog yoki gamburger yoki ikkalasini ham sotib olgan odamlar bo'lsa, har ikkalasini sotib olganlar soni nechta deyiladi? Demak, mana shuni hammasi sotilib ketibdi bizda va buni 121 kishi iste'mol qilibdi. Hop, 78 demak qo'shilgan 60 bo'ladi. O'zi qo'shsak bu 120 dan ko'p bo'lib ketadi, to'g'rimi? Demak, nechtadir odam ikkalasidan ham yegan. Mana shu ikkalasidan ham yeganlar hozir mana shular orasida 2 martadan sanalib ketyapti. Shuning uchun ikkalasini ham yeganlar x ni belgilasak, bittasini ayirib tashlasak, x ni 121 ga teng bo'lishi kerak. Bo'lish tengini ishlaymiz. Qo'shasak demak 138 minus x teng bo'lyapti 121 ga. Demak x teng bo'lyapti. Bu yoqqa o'tkazamiz noma'lumni. Ma'lumni bu yoqqa o'tkazamiz. X teng bo'lyapti 17 ga, ya'ni 17 kishi ikkalasidan ham yetdi. Demak to'g'ri javobimiz C variant bo'lar ekan. Hop, 12-savol. Vazira har safar kitob do'koniga tashrif buyurganda ikkita kitob sotib oladi. U har ikkinchi kuni do'konga boradi. Ya'ni demak, o'sha kun savol bo'ldi mana shu savol bo'yicha. Bir kun borsa, masalan, dushanba kuni bordi deylik, seshanba kuni bormaydi, endi chorshanba kuni boradi.
tushunarli, bir kun emas, ikkinchi kun do'konga boradi. Har ikkinchi kun degan shunday. Va bugun ham bordi deyilibdi. 15-kun uning nechta kitobi bo'ladi debdi. O'zi har 2 kunda bir borsa, 15 kunda 7 marta borish kerak. Lekin birinchi kunda ham borgan bo'lsa, demak 15-kunda ham borgan bo'ladi. Ya'ni 7 ga yana bitta qo'shiladi, 8 kun borgan. 8 kun borgan. Har borganida nechta kitob olib kelibdi? 2 ta kitob sotib olar ekan. Demak, uni qo'lida hozir 15-kunda 16 ta kitob bo'lar ekan. To'g'ri javobimiz B variant bo'lyapti. Podadagi qo'ylarning oyoqlari soni boshlari sonidan 84 ta ko'p. Podada nechta qo'y bor deyilibdi. Xo'p, boshlari sonini x desak, oyoqlari soni x qo'shilgan 84 ekan. Yoki o'zi o'ylab ko'rsak, boshlari soni x bo'lsa, har bitta podada 4 tadan oyoq bo'ladi. Demak, jami oyoqlar soni 4 ko'paytirilgan x bo'lishi kerak. Va bu o'sha x plus 84 ga ham teng. Mana shu tenglamamizni tenglashtirib oldik. Endi ishlaymiz. 4x teng bo'lyapti x plus 84 ga. Endi normal bilan bir tarafga o'tkazsak, 3x teng bo'lyapti 84 ga. X teng bo'lyapti 28 ga. Demak, hop, podada qo'ylar soni 28 ta ekan. To'g'ri javobimiz C variant bo'lyapti. 14-savolga keldik. 185 betlik kitobni raqamlab chiqish uchun jami nechta raqam ishlatilgan deyilibdi. Xo'p, demak, 1dan 9 gacha bizda 9 ta raqam ishlatiladi, chunki bir xonali sahifalar 10 dan boshlab 99 gacha 90 ta sahifa bor va har biriga 2 tadan raqam ishlatiladi, chunki 2 xonali sahifalar ular. Xo'p, demak 180 ta raqam ishlatilar ekan. Endi qolgani 100 dan boshlab 185 gacha. 100 ni o'zi ham kirgani uchun 86 ta sahifa bo'ladi. Buni har biriga 3 tadan raqam ketyapti. Demak, ko'paytirsak 258 ta raqam ketar ekan. Demak, hammasini qo'shib chiqsak 189 qo'shilgan 258. Demak, 7 4 4 447 ta raqam ishlatilar ekan. To'g'ri javobimiz A variant bo'lyapti. Xo'p, bu belgi o'rinda olib ketsak ham bo'ladi. 15-savolda mana shu belgimiz qo'yilsa, hali katta sinflarda o'tiladi. Bu faktoriyalni bildiradi, ya'ni 1 dan o'sha mana yerda turgan songacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi. 2 tursa 1 bilan 2 ni ko'paytmasi yoziladi. 3 tursa 1 2 3 ni ko'paytmasi yoziladi. Demak, 4 tursa 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4 deb yoziladi. Xo'p, shunday qilib sonlar qo'shib chiqilsa, oxirgi raqami qanday bo'ladi debdi yig'indining. Xo'p, bu yerda bittanisini hisobga olishimiz kerak. Mana shu 4 faktoriyalda ham oxirgi raqam masalan 4 bo'ladi. 3 faktoriyalda 6, 2 faktoriyalda 2, 1 faktoriyalda 1. Mana shunday bo'lyapti. Endi 5 faktoriyalga qaraydigan bo'lsak, mana ko'paytmamizga 5 ham ko'payadi va 5 bilan 2 yoki 5 bilan 4 oladigan bo'lsak, bular 20 yoki 10, ya'ni oxirida 0 bilan tugaydigan son hosil qiladi. 5 faktorial, 6, 7, 8 bularni hammasini oxirida 0 bilan tugaydigan sonlarga aylanadi. Demak, biz uchun eng keraklilari o'sha boshdagi 1, 2, 3 va 4 ning oldidagi mana shu belgilarning oxirgi raqamlarini topib olish ekan. Biz mana shularni yozib oldik, hammasini bir qo'shib chiqar ekanmiz. Mana shu bizga oxirgi raqamni belgilab beradi. Bu 10, ya'ni yana bitta 0 hosil bo'ldi, ya'ni 1 plus 2 plus 0. Demak, bu 3 bo'lar ekan, ya'ni 3 bilan tugar ekan yig'indimiz. To'g'ri javobimiz D variant bo'lyapti. Xo'p, shu bilan kuzatuvchilarimiz video tahlilimiz o'z yakuniga yetdi. Qolgan testlarda va video tahlillarda ko'rishguncha deymiz. Xayr, sog'